Assalamu alaikum, hürmetli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük haberler programımıza hoş geldinglar. Ben İftihar Abdurşid. Cuma günüңlarga mübarek bolsun. Hürmetli körürmenler, tövene diqqatinglar günlük haberler programımızın tafsilatı bolsun. Dünya Uğur Qurultayı merhum liderimiz İsa Yusuf Altekin efendimning vafotining 28 yillik munosabati bilan 15 dekabr kuni maxsus axborot e'lon qilib, muhojiratdagi butun qarindoshlarimizni, bo'libmi yoshlarimizni merhum liderlarimiz Muhammad ibn Bug'ro va İsa Yusuf Altekinlarning o'z xalqining erkinligi, vatani Sharq Turkistonning mustaqillik uchun bir umr tinimsiz kurash qilishdek qaysar irodasiga vorislik qilishga chaqirdi. Qurultayning axborotida mundaq deb ko'rsatildi. Bütün hayatını Şarkı Türkistan halkının erkinlik kurşiga atagan merhum liderimiz İsa Yusuf Altekin efendimning vafotining 28 yillik munosabati bilan cheksiz seg'inishimizni, sevgimizni ve âli hürmetimizni izhor qilamiz. Merhumning yotgan yeri jannatda bo'lsin. 1901 yili Qashqarning Yangsar noyasida tug'ilgan İsa Yusuf Altekin efendim 1995 yili 12 ayning 17 kuni İstanbulda 94 yoshida olamdan o'tgan. Faqat Sharq Turkiston xalqining emas, balki butun Türk dunyosining muhim liderlarining biri deb tonilgan İsa Yusuf Altekin efendimning mayit namoziga 10 minglagan kishi qatnashgan. İstanbul şəhərlik hökumətmi İstanbulның mərkəzdəki bir bağçığa İsa Yusuf Altekin bağçısı deb nom bergan idi. 1994 yildan taki mərhum liderimiz vafot bolğucha onun bilan ko'p qatim uchrashib, fikrlashish sharpiga nail bo'lgan Dünya Uğur Qurultayıning raisi Dolqin İsa efendim, mərhum İsa Yusuf Altekin efendimning vafotining 28 yillik munosabati bilan qilgan so'zida 20. asrdagi Sharq Turkiston milliy ozodlik harakati tarixida 3 efendilar deb hurmat bilan ta'riflangan İsa Yusuf Altekin efendining kurash tarixiga yuqori baholarni berib, tövanikilarni bayon qildi. İsa Yusuf Altekin, Mehmet İmin Bug'ro, Mansur Sabir Bayquzi 20. asr Sharq Turkiston siyosiy tarixiga chunqur tambusni urgan muhim rahbarlarimiz, muhim liderlerimiz, tarixiy shaxslarimiz edi. Men bugun bu munosabat bilan bu 3 efendi deb atalgan merhum liderlerimizni hürmet bilan eslayman, ularga yatqan yeri jannatda bo'lsin deyman. Biz bugün hatırlayotgan 3 efendi yuqori deb o'tgandagidek 20. asr siyosiy tariximizda nihoyat muhim rol o'ynagan shaxslar edi. Bular 1930 yillarda o'xshash bo'lmagan yo'llar bilan Sharq Turkiston xalqining taqdiri kelajagi uchun bosh qatgan va harakat qilgan. Mansur Sabir Bayquzi bo'lsa, xalqimizni nadonlikdan qutuldirish uchun Turkiyadan qaytib kelib, aqat harakatlarini yapgan, maktablarni qurgan, muarif yo'li bilan xalqimizni qutqarish uchun harakat qilgan. Mehmet İmin Bug'ro efendim bo'lsa, qurolli harakat boshlab, Xitoy mustamlikasidan Sharq Turkistonni qutuldirishning yo'lining qurolli harakat bo'lganligini tashabbus qilib bu harakatni qilgan. İsa Yusuf Altekin bo'lsa, shu zamonning siyosiy shartlari bilan diplomatiya kurash bilan Uyghur xalqining, Sharq Turkiston xalqining haq huquqini elish uchun kurash qilgan. Bular 1940 yili tilda, fikrda, ishda bu mafkur birligi asosida to'planib, shu zamonning, shu sharoitning imkoniyatlaridan foydalanib, birlikda Sharq Turkiston xalqining ozodligi, erkinligi va chiqish yo'li uchun siyosiy kurash yo'lini tanlab, birlikda harakat qilgan. Biz bugün tarixiy shaxslarimizni bag'alagan vaqtimizda bugungi sosyal medya informasyon davrida nurg'unlagan insonlarimiz yangilik bilan bugunning ko'zi bilan o'tmish tarixga, o'tmish rahbarlarimizga baho berdi. Biz tarixiy shaxslarimizga baho bergan vaqtimizda shu vaqtning, shu sharoitning, shu tarixiy omillarning, shu davrdagi siyosiy muhitlar, askeri muhitlar, geografik ahvollar hammasini nazarda tutib turib, baho bergan vaqtimizda adil baho beradigan bo'ldik. Bu 3 efendi deb atalgan bo'lsa-mu, ammo bularning atrofida mush 3 efendining fikriga asosida to'plangan, nurg'unlagan, bugun olamdan o'tgan qahramon ustozlarimizni yod etmay o'tolmaymiz. Bular bilan birga kurash qilgan, bugun bizdan ayrilgan Ötkir Efendi, Hacı Yakup, Kurban Qoday, Abdusattar Bulburi, Çingizxon Damullam, o'xshaydigan nurg'unlagan qadrdon ustozlarimiz keyingi yillarda
Şərq Türkistan'da yeni uyg'unish hareketlerinin şekillenişige türkülük rol oynagan. Ben bu şahsen muşu ustazlarımızın bivasite tesirge uçurab, bugün Şərq Türkistan davası için az dolu hizmet kılagan bolsak, ularning mening ideyamning o'zgarishimi menga o'xshaydigan bugün Şərq Türkistan davası rol evatgan faaliyetçilerinin muş alıp gelişte mühim töhbeleri var. Şununla üç efendinin ne esleş, bularning fikirlerini hatırlaş, bular hakkında müzakere edip beriş, keyinki avlatlarımızga milli mücadelemizin davamlılığı için intayın mühim. Mərhum Eysa Yusuf Altekin bilan İstanbulda 7 yildan ortiq birlikdə xizmat qilgan Dünya Uyg'ur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi Ömer Qanat efendim bu vaqt qilgan sözüdə Eysa Yusuf Altekinning söz, hərəkət, diplomatik aloqalarda davlat arbobi kabi salobatga ega bir zot ekanligini, onun hayotida nurg'unlagan davlatlarning yuqori darajalik arboblari bilan ko'rishganligini, milliy harakatimizga aloqador ko'plagan qimmatli asarlarni yezib qoldirganligini, Turkiya davlat rahbarlari va xalq orasida buyuk nopuz yaratgan hurmatga sazovor bir shaxs ekanligini eskartib o'tdi. Ayni chog'da marhum Eysa Yusuf Altekin efendi bilan 2 yildan ortiq birga xizmat qilgan Dünya Uyg'ur Qurultayining muavin raisi Farhod Yo'rinqash efendim qilgan so'zida marhum liderimiz Eysa Yusuf Altekinning kishilik fazilatidagi rostchillik, kamtarlik, fidokorlik, millatsuvar alohidliklarga nihoyat yuksak baho berdi. Sharq Turkiston xalqining erkinligini qo'lga keltirish yo'lida vatan ichida uzun yil izlanish va kurash qilgan chet ellik Uyg'ur davosining ulini solg'uvchilaridan biri bo'lgan Eysa Yusuf Altekin efendim 1949-yili vatanimiz Sharq Turkiston kommunist Xitoy tarafidan ishg'ol qilingandan keyin marhum liderlarimizdan Muhammad Emin Bug'ro bilan birlikda Hindistonga hijrat qilib chiqqan. 1952-yili Turkiyaga kelib yerlashgan va 1957-yili Turkiya fuqaroligiga qabul qilingan edi. 1978-yili Turkiyadagi bir qatnash vaqasida ig'ir yaralanib, ikki ko'zidan ayrilgan Eysa Yusuf Altekin efendim, garchi ko'z ko'rmasimi, ammo ko'rishni bir kunma to'xtatib qo'ymadi. Uning bu xil jasorati ayni chog'da Turk dunyosida cho'nqur ta'sir qoldirgan edi. Xitoy raisi Xi Jinpingning riyosatchiligida chaqirilgan Markaz iqtisodiy xizmat yig'ini 12 dekabr kuni oxirlashgan bo'lib, yig'inda 2024-yilga qarta Xitoy iqtisodining taraqqiyotini 5% lik o'sish saviyasida saqlab qolish nishon qilingan. Ammo CNNning 14 dekabrdagi obzor maqolasida aytilishicha, Xitoydagi yuqori darajalik rahbarlarning qanchalik orzu qilishidan qat'iy nazar, navbatdagi vaziyat Xitoy iqtisodining uncha zo'r sonda eshishiga qarta ko'plagan omillarning to'sqinligini paydo qiladi. Xitoy hukumati bu qatimki yig'inda iqtisodiy taraqqiyot va yuqori sifatli taraqqiyotning navbatdagi markaziy vazifa ekanligini ta'kidlagan. Ammo navbatdagi Xitoy jamiyatida borgan sir tuvallayotgan iste'mol saviyasi to'g'risida bir eg'izm so'z bo'lmagan. Obzorda aytilishicha, hozir Xitoydagi umum iste'mol mayli ko'lam yoki miqdor jihatda oldingi yildagidan zo'r darajada tuvallab ketgan. Buningda ko'p xil sabablar hamda kelgusida nima bo'lishi haqidagi turli gumonlar mavjud bo'lib, navbatda ishga ehtiyojning ko'paymasligi va iste'molchilarning pul xarjlashdan ehtiyot qilishi eng tipik sabablardan biri bo'lib qolgan. Texmi muhimi, Xitoy iqtisodining parovuzi deb qaralayotgan o'ymilik bozorining kasatlishi tufaylidan texim nurg'un kishilar qo'lidagi pullarini bankada saqlashga bekrak moyil bo'lishga yuzlangan. HSBC bankasining moliya analizchisi Larry Hu bu vaqtda to'xtalib, Xitoyning hozir zo'r ko'lamli iste'molni qo'llash yoki xususiy kirimini zo'r darajada oshirish to'g'risida biror amaliy tadbiri yo'q. Bundaq ahvolda iqtisodning ish qiyin degan. Bazar gazetining 13 dekabrdagi muloyiza maqolasida ko'rsatilishicha, hozir Xitoyning bank sistemasi zo'r suratda tuvallayotgan bo'lib, 2024-yili Xitoy o'ymilik sohasi oz degandimi 4 trillion Amerika dollar qiymatidagi mablag'ning parga aylanib ketishiga duch keldi ekan. Har qaysi hukumat xodimlari va tashkilotlar dunyoga donglik Volkswagen shirkatining Sharq Turkistondagi majburiy emgak bog'lanishli bo'lishi haqida ko'plagan savollarni o'ttirib qo'ygandan keyin, mazkur shirkat yaqinda bu haqda maxsus taftish statistikasini o'rnashtirgan edi. 5 dekabr kuni mazkur shirkat bu qatimqi taftishning natijasini e'lon qilgan hamda zavodimizda Uyg'ur majburiy emgak chetishlik hech qanday xalqi mavjud emas deb xulosa chiqargan. Bu yakun e'lon qilingan kunning o'zida har qaysi axborot sohasida keng tanqidga duch kelgan edi. Aradan bir hafta o'tganda, yana 13 dekabr kuni Volkswagen shirkatini taftish qilgan Loyning kishilik huquq va savdo mas'uliyati shirkatining xodimlari oshkor bayonot e'lon qilib, o'zlarining bu xil xulosaga qat'iy qo'shilmaydiganligini bildirgan. Maliya vaqti gazetining 14 dekabrdagi obzorda aytilishicha, shirkatning 20 nafar xizmatchisi ichida bosh direktor Markus Loyning va uning muavinidan boshqa hammaylar o'zlarining bu xulosa bilan hech qanday aloqasi yo'qligini e'lon qilgan. Shirkat xizmatchilaridan biraylan bu vaqtda bayonot e'lon qilib, bu qatimqi taftish xizmatini Markus Loyning va uning muavini bir qo'lliq tamomlagan. Bizning bu ishlardan hech qanday xabarimiz yo'q. Biz bu yakunni qat'iy e'tirof qilmaymiz degan.
Obzorda aytilishicha, bu qatam Volkswagen şirketini teftiş qilishni bevosita ustiga olg'uchi shirkat Xitoyning Shenzhen shahridagi bir advokatlik o'rni bo'lib, Markus Loyning boshqarayotgan shirkat naq maydon tekshirishiga hamroh bo'lgan. Markus bu vaqtda so'z qilib, biz Volkswagen şirketining Xinjiang zavodida ishlayotgan 197 nafar xizmatchining materiallarini tekshirdik. Ular hech qanday majbur emgak bog'lanishli emas ekan degan. Shuningdek, xizmatchilar bilan yuztaran so'zlashishning xatarga tavakkul qilish bo'lganligini eskartgan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.